O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat Ministrligi opera ko'rkam hunarni qanigilashtirilgan maktab internati 2025-2026 o'quv yili uchun 8-klassdan akademiyalik vokal, baxshichilik, jirav, milliy alam o'ynak tutari hamda baxsi kirjek saz asboblari qanigaliklari bo'yicha o'quvchilarni o'quvga qabullash boshlandi. Mektab internati zamonaviy tarzda qurilgan bo'lib, barliq qulayliklar yaratilgan. Mektab internatimizga aymoqlardan kelgan o'quvchilar chatoqqana ham 5 mezgil ovqat bilan ta'minlanadi. Mektab internatimizda respublikamizga belgili ustozlar bilim berib kelmoqda. Mektab internatimiz xalqaro ham respublikalik tanlovlarda yaxshi natijalarga erishib, yuqori o'rinlarni olib kelmoqda. Mektab internatimizga kelgan o'quvchilar madaniyat ham ko'rkam hunar bag'dari bilan bir qatorda ulug'ma bilim beruv fanlaridan bilim oladi. Asig'ing, o'quvchilarni qabullash usul yildan 1-iyun sanasidan 30-iyun sanasini shekim davom etadi. O'quvchilardan tömendagi hujjatlar talab etiladi. Mektab internati direktori atna arza, to'lg'anligi haqida guvohlik nusxasi, ulug'ma bilim beruv maktabining 7-klassni tamomlaganligi haqida ma'lumotnoma, 086 U ham 063 formadagi meditsinalik ma'lumotnomalari, 3,5 ga 4,5 ko'lamdagi 6 dana fotosurat, baylanish uchun telefon nomerlari 25 kodi bilan 102 49 62, 99 kodi bilan 223 19 82, 93 kodi bilan 362 84 13, 91 kodi bilan 371 22 25. Manzilimiz Nukus qalasi, O'raqbalg'a. Ata makam fuqarolar jiyini, Boyshuvar ko'chasi, nomer 1-joy.